Janjal, qadamingga oylab bos. Nilufar Hamidova Barchin G'ofurova Manzura va Kokoshni ayab o'tirmadi. Qadaminglarni bilib bosinglar, чтобы men sizlarni hayotinglarni mana bunaqa jinnicha qilib rollarda o'ynab, xalqqa ko'zida men yomon bo'lib ko'rinib qolmay. Yaxshi yuringlar. Jiddiy oladigan bo'lsak, o'tgan kuni meni syomkaga chaqirishdi. Taniqli san'atkorlar yosh yigitlarni boshini aylantirib, biz turmush quryapmiz, biz uylanyapmiz, menga mashina podarka qildi, u qildi, bu qildi, to'yimiz bo'ladi deb xalqqa aldayapsizlar. Hayotda shunaqa yuribsizlar. Meni chaqirishdi, men o'shanaqa rolni o'ynashimga majbur bo'ldim. O'zi aslida hayotda men вообще boshqachaman. Ikkinchisi, bugungi kunda mana Iqrorda yana shu tema ko'tarilgan. Operatsiyaga kelgan doktorlar telefonga qarab operatsiya qilgan ekan. Bu bilasizlar, internetda tarmog'ida tarqalib ketdi bu narsa. U yog'i dabdala bo'lib komaga tushib mana o'ldi. Ilohim, sizlar o'lmanglar, lekin iltimos qadaminglarni bilib bosinglar, чтобы men sizlarni hayotinglarni mana bunaqa jinnicha qilib rollarda o'ynab, xalqqa ko'zida men yomon bo'lib ko'rinib qolmay. Aslida men farishta. Bugun ham syomkadaman, o'rtoqlar, tinch yuringlar, iltimos, jim yuringlar. Sizlar hayotda o'ynagan, hayotda bo'lgan ishinglarni men kinoda rol qilib o'ynab beraman. Masalan, taniqli san'atkorlar yosh yigitlarni boshini aylantirib, ayollar turmush quryapmiz. O'shani men o'ynadim. Mana bugun endi klinikadamiz. Mana doktorlar, aktyorlar klinikadamiz. Mana endi bugun ozish uchun operatsiya qilmoqchi bo'lgan ayol kestiradi u yog'ini, bu yog'ini. O'shanga ham bloger aybdor. To есть hayotda yurganinglarni men kinoda rol qilib o'ynayapman. Yaxshi yuringlar, чтобы men yaxshi o'ynayman. Yaxshi rollarni ijro etdim.